Assalomu alaykum azizlar. Dehqonobod tumanining Mustaqillik mahallasida joylashgan suvi shifobaxsh bo'lgan Kamol buloq boshiga kelganmiz va ushbu buloqning suvdagi shifobaxshlik va boshqa ma'lumotlar bilan sizlarni tanishtirmoqchimiz. ...2005 yil mana shu chashmani ko'zini ochib, ichimlik suvi qildik. Bu chashmani ichimlik suvidan keyin laboratoriyaga jo'natgan paytimizda bu yurakdagi, o'tdagi toshlarni eritadigan, oshqozon hazm qiladigan suv ekanligi sezildi. Bundan keyin mana shu xalqqa qulaylik bo'lish uchun tepadan pastga tushirib, 300 metr pastga tushirib kelib, mana yerga 3 tonnalik hovuz yaratdik hamda xalqqa ichimlik suvi qildik. Buni nasib bo'lsa kelajakda mana shunga o'toqlar tegib, keladigan mehmonlarga, ichadigan kasallarga sharoit yaratmoqchimiz. Mana buloq boshiga G'uzor tumanidan, rayondan, Tam qishlog'idan kelyapmiz. Mana shu suvni 10 yildan beri foydalanamiz, shifobaxsh suv. O'timiz og'riydi, buyuramiz og'riydi, oyoqlar og'riydi. Shuni yaxshi shifo topgan uchun shunga kelyapmiz. Hozir ham jotarlarga kelganmiz, oldin ham jotarlarga kelganmiz. Mana shu suvdan foydalanganimizga mana 20-30 yil bo'lyapti. Hamisha bu suvdan bizni qishlog'imiz bu yerda buyrak kasal yoki boshqa kasalliklar bo'lmagan. Bundan keyin ham bo'lmasin. Butun O'zbekiston Respublika bo'yicha shu yerdan kelib suvdan foydalangan odamlar soni ko'p. Bari shifo topib ketyapti.